narkologiyamizda shunaqa narsa bo'lyaptiki, bu to'liq chiqarib ketish mumkin bo'lmayapti. Ular o'zi biladi tuzata olmasligini. Hozir sizga aytdim-ku, prosta ozgina holatdan chiqarib berish vaqtinchalik narsa bo'lyapti bu yerda. 3-5% dan oshmayapti, to'liq qutulib ketish. Dori-darmonlar menimcha shu vaqtgacha foyda bermagan, to'liq chiqib ketishga qaramlikdan endi ham foyda bermasa kerak deb o'ylayman. Endi bu hozirgi ochilayotganlar, to'g'ri aytsam, ozgina biznesga yo'naltirilgan narsada endi baribir shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Uni qonini yuvishdan ko'ra, uni qiraqlikka boshqa tomonga fikrni jalb qilishga urinishlar bo'lyapti. Bu variantlar menimcha yaxshi variant emas. Boyaga aytgan gapimda ozgina holatdan chiqarib berish, u mana yaxshi bo'ldi, cho'tki bo'ldi deyish ko'proq narsa bo'lyapti. Vaqtinchalik narsada Muhammad Botir bolalarni faqat karantin holga solardi. Ular psixotrop dorilar, karbamazepin beryapti, amitriptilin beryapti. Ikkala preparat ham psixotrop dorilar hisoblanadi. Karbamazepin asosan epilepsiyada, amitriptilin esa depressiyaga qarshi hisoblanadi. Bu dorilarni iste'mol qilganda holsizlik, kuchli uyquchanlik, allergik reaksiyalar, kamqonlik, infeksiyalarga moyillik oshadi. Qon bosimining tushishi, asab tizimining susayishi. Eng xavfli tomonlari dori ta'siri yo'qolgandan keyin qaramlik avvalgidan ham kuchli holatda qaytadi. Yurak, asab tizimi va jigar uchun juda katta zarar. Lomkadan qutulish uchun sibazon berib uxlatib qo'yishyapti.